Obbo, qaraganda yangi narsa kiyishni kim qo'yibdi? Voy dadasi, qarang, bunisi ham chiroyli ekan. Bo'ladimi, yoqdimi sizga? Ha, rostdan ham chiroyli ekan. Bitta kiyib ko'ring, sizga qanday yarashar ekan. Qarang, bu dvoykaga mana palto ham bir xil mos kelar ekanda, olib bering. Narxlari ham qimmatmas ekan. Haqiqatda nazokat ledi shopda narxlari ancha arzon ekan, ha? Albatta. Agar shuni bilganimda sizga ertaroq olib berardim. Oling bundan ham bitta olavering. Shuncha aytganim qilib, har doim aytganlarimni olib berib turing. Bo'lsa bir yo'li bo'lsin. Yaxshi oyoq kiyimlari bor ekan. Bitta oyoq kiyim ham tanlang bo'lmasa. Mana shu siz o'shaganda olaveramiz. Sizga yoqdimi? Chiroyli ekan. Hozir bir minut. Qarang. Ayamga ham yaxshiroq narsa tanlab turing. Hozir kelaman. Xo'p, bo'ladi. Obbo, qaraganda yangi narsa kiyishni kim qo'yibdi? 75 mingdan aksiya qila turlang, o'shundan berib yuravering. Qaynam ham shekka qo'shilmasa bo'laveradi. Bitta ko'ylagingizni oddiy paketga solib beravering, bo'laveradi. Bo'ldimi, oldingizmi? Ha, oldim, bo'ldi. Mana eng chiroyligini tanladim. Malades. Aka qarang, onam 56 yoshda. Yoshiga mos yaxshiroq narsalarni tavsiya qiling. Voy, mana oldik-ku. Yo'q, bu siz onangizga, siz onangiz dedini men bilmayman. O'zim onamga o'zim tanlayman-da. Obbo, qaraganda yangi narsa kiyishni kim qo'yibdi? 75 mingdan aksiya qila turlang, o'shundan berib yuravering. Qaynam ham mashaka qo'shilmasa nima ekan?